Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, fan va innovatsiya sohasidagi yuqori natijalarni munosib rag'batlantirish maqsadida Evrika ko'rik tanlovi ta'sis etilgan edi. Unda 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan olimlar 5 ta yo'nalishda bellashdi. Uning taqdirlash marosimidan muxbirimiz xabar beradi. Evrika ilm va ijod bayrami shiori ostida o'tkazilgan mazkur tadbir yoshlar, olimlar va tadqiqotchilarni bir joyda jamladi. Oldingi yilda bir o'tkaziladi degan faqat Fanlar akademiyasi tizimida o'tkazilardi. Ushbu yildan boshlab har yili butun respublika bo'ylab barcha yosh olimlarni qamrab oldi. Ushbu tanlov asosida eng yaxshi innovatsion loyihalar, ilmiy izlanishlar tanlab olindi va har biriga o'rinlarga maxsus pul mukofotlari belgilangan. Umumiy jamg'armasi 165 million so'm pul mukofotlar taqdim etiladi. 5 yo'nalishda raqamlar dunyoni boshqaradi. Tabiat va inson, IT va texnologiyalar olami, jamiyat, tarix, madaniyat yo'nalishlari bo'yicha 20 nafar ishtirokchi Evrika 2025 g'oliblari deb topildi. Jamiyat, tarix, madaniyat yo'nalishi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Milliy teleseriallar tanlov platformasi orqali erishdim bunga. Ommaviy madaniyat ko'rinishida kirib kelayotgan har xil xavflar mavjud bo'lgan davrda o'zimizning ma'naviyatimizni, yuksak ma'naviyatimizni tasvirlovchi va ifoda etuvchi televizion asarlarni o'zida jamlagan platforma yaratish ehtiyoji borligi ko'zga tashlangani uchun aynan ustozlarimiz bilan shu mavzuni tanladik va bu platforma ustida ishlab aynan Evrika tanloviga taqdim etdik. Bu biz uchun juda ham katta mas'uliyat. Ushbu tanlovda yurtimizdagi 40 yoshgacha bo'lgan yosh olimlar va iqtidorli talabalar ishtirok etishlari mumkin.